3. bab. Ömürlük əsqatadigan pərzənd tərbiyəsi. Ballarga pərzənd tərbiyəsini qandaq sandırış kerak? Buni ögütüş ketməydi. Bunun üçün ballarni mükafotlash yoki jazolashning hojati yo'q. Chunki tarbiyaning hammasi kundalik turmushga singan. Bilish lozimki, kishilarning taqdiri fazilatidan, umr manzilsi balaliqidan ma'lumdir. Balalar tug'um rostchil keladi. Balalar tug'um rostchil keladiganligi uchun boshqalar ozurib ketmaslar hargizmi yolg'onchilik bilan o'zini qiynab yurmaydi. Balalarning tug'um tabiatiga azaldan saxtalik aralashib boqqan emas. Qizim 4 yoshga kirgan yili dadasi ikkimiz balani olib Beyjingga borib 2 yilga yaqin turib qoldik. Ammo nopusni hal qilamadik. Uyimizni bo'lmag'achqa 3 eg'iz uyi bor bir qoroni gov familiyalik bir o'ylam bilan sheriklashib ijaraga oldik. Qizim u kishini Gavtaga deb ataydi. U kishi mu qizimga qavatlamroq edi. Qizim ikkisi hamisha qizg'in mundishib ketadi. Shu chog'da nopos va uy masalasini hal qilib bera oladigan biror o'rinni tepish kuyda yuratdik. Ta'limimizga yantaydagi 2 arxitektorlik o'rni balaning dadasi bilan yuz turan so'zlashib boqadiganligini uqtirdi. Shunda qilib uchaylan yantayga bormoqchi bo'ldik. Ammo yo'lga chiqishdan burun o'ngishlik bo'larmi bo'lmasmi degan o'yda bu ishni hech kimga tinmadik. Әтімаңымыз деген күні Гав фамилия qo'shnimiz uchrab qolib edi uningga 2 Mo'ng'ulga berib yurtni ko'rib kelmoqchi kelaylikmikin davatimiz deb qo'ydik. Yentayga borgandan keyin dadasi yilqi ishga o'rindan sharoiti yaxshiroq biri bilan kelishib shu o'ringa kelib ishlashni qaror qildi. Ammo u o'rin yo'ldashimni bir hafta sinab ishlatadigan bo'ldi. Bu jarayonda qizim ishga aylanib Beyjingga qaytib berib turmoqchi bo'ldik. Dadasining bu yerda ishlaydigan ishlamaydiganligiga sinoq vaqti to'shqandan keyin bir nim digildi bo'ldigan bo'lg'ashqa qizimga qaytib borgandan keyin Gavtag'ingizga yentayga borganligimizni aytib qo'ymang deb topildim. Qizimmi niyatimni tushungandek beshini lang'ishdi. Lekin quruq amdi kirishimizga Gav familiya qo'shnimizni ko'ribla qizim Gavtaga bizning nega borganligimizni sizga deb bersam hargiz bo'lmaydi dedi. Voy, sizlar 2 Mo'ng'ul ketgan emasmi? dedi Gav familiya qo'shnimiz qizni beshini chayqab turib. Yaqay, biz biroq opam nega borganligimizni sizga deb qo'ymang deganti. Buning bilan noiloj qo'shnimizga gapning rostini deb berdim. Biz yentay ko'chib kelgandan keyin idoradan noposimizni tezla hal qilib 3 egizlik bir uy berdi. Shunda qilib necha yillik sarson turmushni oxirlashtirib, dengiz soyiliga joylashgan bu go'zal shahardagi xotirjam hayotimizni boshladik. Oxiri bizning bu yerga makonlashishimizga sabab bo'lgan idora boshlig'iga yurtimizning og'ash kelgan 200 yuanlik kumushjon bilan tashakkur etishni aytib keldik. Ammo er-xotin ishkilimiz bu kamgich boshliqlarga biror narsa so'qib boqmaganligimiz uchun bu arzimas jamgarcha u kishiga bildirmoqchi bo'lgan minnatdorligimizning belgisi bo'lsa-mu, ammo qizimni olib u boshliqning uyiga mang'animizda nemishqidir nomusdan chiroyim villada qizardi. Hatto boshlarning o'qib qolishidan ansirashga boshladim. Ammo qizim bizning o'chog'dagi ko'nglimizni tushunmagachga go'yo birovning ko'nglini ko'targili mang'andek nihoyat xushal bo'lib ketdi. Biz u boshliqning uyidan qaytib o'zimiz turadigan binoning oldiga kelganda erimning osh binoda turadigan bir xizmatchi uchrab qoldi. "Shundaga" dedi qizim hayajon bilan. "Biz-chu boshliq buvashning uyiga sovg'at topag'il bo'ldik" demasmi? Er-xotin ikkimiz bu gapdan xijolat bo'lib o'ng'aysizlashib ketdik. Ammo biz shu ish sababli balani ayblamadik. Hatto balaga to'g'ri tushuntirish uchun gap yasabmi yurmadik. Navada oshchaqda o'zimizning yuzida peliq ishning oldida yolg'on gapdan birini to'qqigan bo'lsak, o'zimizning o'ng'aysizlanganligidan qutulibla qolar bo'lg'aydik. Ammo balda yolg'on so'zlsin bo'ldi ekan degan tuyg'u paydo bo'lib qoladi. Yuz kessinki, bola yomon o'rganib qolsa bo'lmaydi-da. Balada samimiy fazilat yetildirishga azaldan sal qaramaganmiz. Ba'zi ishlarni yaxshi niyat bilan baldan yushirgan hisob qilmaganda, uningga hargiz yolg'on so'zlamaydik. Bo'libmi rostchilik bilan halol yashashga balaga ulgu bo'ladik. Rost so'zlik baxtli hayotning kapolati. Chunki og'zidan yolg'on gap qo'yilib turadigan odam nurg'un jihatlardan muvaffaqiyatga erishgandek ko'rinsa-mu, ammo u axloqiy namratlik bilan baxtsiz. Balalar nihoyat aqlli keladi. Shunga cho'nglarning inkosini hash-pash degacha sezib oladi.
Shu qatim boshliqqa jam taqdim qilishida qizim qo'shnimizga gapning rostini devatgandan keyin xotin ishkilimizning bakli chiroyig'imizga chiqib ketgan chig'i uy qaytgandan keyin qizim go'yo oldimizda bir ishni buzib qo'ygandek tit bo'g'iltirdi. Hech qisi yo'q qizim, dedi men uning ko'nglini yasab. Bu ishni boshqalar deb yurishning hojati yo'q-ku deb o'ylabdi ekanman. Desingizmi hech nima bo'lmagadek. Angacha dadasi kelib bolani quchog'iga oldi. Boshqalarning bilmaydigan sirimdan shu bir boy edi. Uni xalq olamga yeyivetdingiz. Ish qilib yaxshi qildingiz bolam. Bu gapni anglab xotin ishkilimiz paraqida kulib ketdik. Buni ko'rgan qizim xilil yeniklab qolgandek bo'ldi. Mubodo bolada yolg'on so'zlash ilati bo'lsa, uni oldi bilan oshu bola o'sib cho'ng bo'lgan muhitdan ko'rish kerak. Chunki bola mundaq ikki sababdan yolg'on so'zlaydi. Biri cho'nglarni do'raydi, yana biri besim tufaylidan shunday qildi. Shu har qanday bolaning tunji qatimlik yolg'on gapi mushu ikki sababning biridan boshlandi. Durust. Hech qaysimiz bolaga yolg'on so'zlashni atay o'rgatmaymiz. Hatto og'zimizdan yolg'on quyilib tursa-mu, bolamizning yolg'on so'zlashini xohlamaymiz. Ammo ota-onalar bolalarini hadsil yolg'on gap bilan aldasa yoki bolalar ota-onalarining boshqalarga qilayotgan yog'a gaplarini davomli anglab tursa, buning bilan ular bara-bara yolg'on so'zlashga o'rganib qoladi. Ba'zi hollarda cho'nglar jamiyatdagi ba'zi yasalmoqlarning ehtiyoji sababidan hamisha yolg'on gap qilib soladi. Hamda uni axloqqa muxolif illat emas, ba'zi ijtimoiy munosabatdagi taktika deb biladi. Navoda uni bolalar bayqab qolsa, undaq yolg'on gaplar bolaning ingida asta-asta ta'sir ko'rsatadi, bolaga yolg'on so'zlashni o'rgatadi. Bu amaliyotda ota-onalarning bolaga yolg'on so'zlashni o'rgatganligi xolos. Bolani yolg'on so'zlashga majbur qiladigan yana bir omil besim. Ba'zi ota-onalar bolaga qattiq qo'l keldi. O'tkazib qo'ygan har qanday bir savallik uchun boladan birma-bir hisob olib, bolani tillaydi, hatto uradi. Yana ba'zi ota-onalarning oila boshliqlik kibri bakmi kuchli bo'lg'achqa, bolaning o'y-xiyollari, orzu-armonlarini parvoyiga olib qo'ymaydi. Bundaq oilaviy muhitdagi bolalarning ro'yi kayfiyati hamisha jiddiylik va tampongsizlik ichida turadi. Shunlar gayda ota-onasining jazosidan qochish, orzu-armonlarga yetish yoki ro'yi kayfiyatidagi jiddiylikni tugutish uchun amalning yo'qidan yolg'on so'zlab qoladi. Bir ayol yolg'on so'zlashni o'rganib qolgan qiz haqida mendan maslahat so'radi. U ayol ishkilisi doktor ekan. Bu ayolning turqidanmi ziyolilarga xos salobat chiqib turadi. Buni ko'rib men u qizning yolg'on so'zlashni ota-onasidan o'rganmaganligini jazmlashtirdim. Bu ayolning qizi Tuluqsi o'tir maktabning 2-yilida o'qiydi ekan. Yaqinda u qizga 1000 yuanga rangli elektronlik lug'atdan birini olib beribdi va buni hargiz yutirib qo'ymang deb jiq tapilibdi. Chunki u qizning kichigidan tatibla qo'ygan tutqini topolmaydigan, hadislar bir narsani yutirib qo'ydigan oti bor ekan. Ota-onasi nurg'un qatim topilgan bo'lsa-mu, u yana bu otni tashlamag'achqa bir qatim dadasi u qizni 2 soat o'ri turg'izib qo'yib jazolabdi. U qiz onasi olib bergan hiliq elektronlik lug'atni ko'rib bakmi xo'sh bo'lib ketibdi va buni hargiz yutirib qo'ymayman deb va'da beribdi. Ammo u qiz shuncha qimmat pulga olgan elektronlik lug'atni 2 oymi ishlatmay yutirib qo'yib, ondan onasidan yushiribdi. Onasi qizning lug'atni ishlatmayotganligini ko'rib, uningdan so'rabdi ekan, qizim, savoqdishimga berib turgandim debdi. Onasi qizga darhol qaytarib oling deb taplabdi. Ammo qiz unasini yenilakkamabdi. U qiz dastlabda savoqdishim uyda unutib qopti debdi. Onasi söylәвәгән ekan bir kunisi, u savoqdishim bugun og'ash kelgan ekan, yana bir savoqdishim ishlatib turay deb ilib olgandi debdi. Ko'ngliga sal-pal gumon tushgan qiz ana qiziga 2 kundan keyin cho'qim qaytarib bekilang deb to'plabdi. Ammo azisi qizi uning g'ayriq savoqdishim og'ash kelibdi ekan, biroq sinfda unutib qoptiman debdi. Qizning gaplaridan gumonlangan onam azisi sinfga berib o'z ko'zim bilan ko'rib boqay debdi. Ammo qizchaq hech bo'lmagandek noit xotirjam turg'udak. Azisi etganda u ayol qizi bilan birga sinfga bormoqchi bo'libdi ekan, qizchaq pang yig'ilib etibdi. U lug'atni yutirib qo'ygandim, necha kundan buyon sizlarni aldab kelyapman debdi. Qizim ilgari odamasidan yolg'on so'zlab qo'ysa chandurib qo'yatdi, dedi u ayol. Ammo hozir tag'ada bir yolg'onni xuddi rostdak met qilmay turib qo'ydirgan bo'ldi. Bolani obdan tarbiyalaymiz deb qilmaganimiz qolmadi. Ammo bu yolg'onchilikni nerdan o'rganib oldigan tang? Qizimning u elektronlik lug'atni yutirib qo'yg'iniga bo'pti dedim. Biroq bizni oldig'ini faqat kalamda o'tkazolmadim. Bu onaning og'rinishlari tushunishlik edi. Ammo uning gaplarini anglab nemishqidir yuragim echishgandek bo'ldi.
Chunki bu ayol qizning elektronlik lug'atni yutirib qo'yganligi va yolg'on aytganligiga esilib olib, bolaning shu kunlardagi ruhiy azoblarini cho'nqur tushunib beqishga sal qirg'aydi. Menimcha bu ishda bolani qilganini yolg'onchilik degandan ko'ra, buga ishni yushirish desak bo'g'idek, dedim men u ayolga tushundirib. Bola elektronlik lug'atni yutirib qo'ygandan keyin sizga hech bo'lmagandek ko'ringani bilan amaliyotda ichida bakmi azoblanibdi. Bundaq chog'da bolalar odatda ota-onasining yordamiga muhtoj bo'ladi. Ammo qizingiz nima sizlardan yordam so'ramay aksicha vaqtni keyinga so'rishga, hatto gap yasashga majbur bo'ladi. Menimcha bola shu chog'da o'zi tortayotgan bu ro'yi azobga sizlarni sherik qilishni xohlamagan. Bolaning bundaq qilishida boshqacha sabab bo'lishi mumkin. Desam ilgari sizlar bol savallik o'tkazgan ammo uningga tanbeh berdikansizlar, shundaqmi? Shundaq, dedi ayol birdam o'ylanib olgandan keyin. Uningga behm qattiq talab qo'yatdiq. Bolaga yaxshi bo'lsin deb uningga qattiq talab qo'ydikansizlar, dedim men. Ammo bolalar buni siz o'ylagandek tushunmaydi. Qizingiz akcha, bu ishni o'ylaklay desam, lug'atimni yutirib qo'yganimni oz deb, ko'tarolmasang sangiltib ol degandek ota-onamdan dashnam anglaydigan gap degan o'y bilan bu ishni sizlardan yushirishga majbur bo'libdi. Heliq ayol bu gaplarni anglab sal-pal cho'chigandek qildi. Rost deysiz, dedi u. Biroq biz bolani azaldan urib tillab boqmagan, ish buzib qo'ygan chog'larda ishga tanbeh berib qo'yamiz. Baxafa bo'lib ketsak birdan yerimdan o'rturg'izib qo'yamiz shu. Buni nima bo'ladi? Qaysi bir ota-ona bolasini voy xonim, voy xo'jam deb lutib deysiz. Uning ustiga yolg'on 40 yilda ayon degan gap bor emasmi? Shuncha uzungacha gap yasab yurishning nima hojati deyman? Qaraganda bu ayol bolalarning noyat nomuschan keldiganligini tushunimiz kerak. Ko'pincha hollarda cho'nglar ba'zi ishlarga ancha eranishib ketmagani bilan bolalar uni bakmi ig'ir oladi. Shung bolalarning ro'yi besimga cho'nglarning tuyg'usi bo'yicha hukm qilmasligimiz lozim. Cho'nglar hamisha bolaga hapla-shapla tanbeh berib etib, hech ish bo'lmagandek yuraveradi. Ammo u gaplar bolaning yuragiga o'rnab ketadi. Bolalar gap yasab yushirayotgan ishning pat orada oshkorlanib qolganligini bilib tursa-mu, cho'nglarning tanbehlaridan saqlanish uchun uni qancha kun yushira olsa, shuncha kun yushirishga tirishadi. Mana bu bolalarcha tafakkur. Gap yasayotgan bolalarning o'zimi odatda noyat tititlik ichida yutadi. Misolan, haliqi qizning bo'lgan ishni o'ydagilarga yushirib yurgan kunlarda ana shundoq dilxastlik ichida o'tganligi aniq. Dunyoda hech kim yolg'on so'zlashni yoqtirmaydi. Shunga bolalarla emas, hatto cho'nglar uchun aytgandimi, biror ishni yushirish uchun to'xtamay gap yasash intayin azobli ish. Bolalar gap yasashning azobiga tishni tishlab turib, aynan ahvolni ota-onasidan yushirishi, amaliyotda ota-onalar bilan bolaning munosabatiga darz ketganligi, bolaning ota-onasiga ishonmas bo'lib qolganligi, hatto ota-onasini yaklash tarafiga o'tganligining bishorati. Shunga o'zini tashabbuskor va kuchlik o'rinda deb qaraydigan ota-onalar bu haqda cho'nqur o'ylanib, o'zidagi savalliklarni cho'qim tuzitish kerak. Bo'lmasa keyin bir muncha avorchilikka qoldigan gap. Heliq ayol bu gaplarimni anglab uzun beshini tinchitib o'tirib ketdi. Qaraganda u qilganlari ustida samimiy o'ylanayotgandek qiladi. U mendan tanglik ichida so'radi. Depaqqa, keyin qanday qilsam bo'la? Bolaning savalliklarini ko'rmasam-mu, ko'rmasga salamanmi? Bolaga lam deb eg'iz ochmayla o'tkazib etsam bo'laveramdi. Bu hargizmi bolaning savalliklariga parvoz qilmaslik masalasi emas, dedim tushundirib. Ilgari bolaning kamchiliklarini ko'nglinglarga faqatla sig'dira olmag'achqa, har qanday ishni bolaning qo'liga qo'yib turmasa, bola o'zidan tuzalmay qoldigandek, ota-onalar o'z mas'uliyatini ado qilish uchun atdan kechgacha ko'tilmasa bo'lmaydigandek, bolaga bo'lgan tanbehni odat qilib olibsizlar. Buning o'zi bir savallik. Amaliyotda savallik o'tkazish bolalar o'sib yetilish davomida besib o'tmasa bo'lmaydigan zarur yo'l. Shunga ota-onalar bolaning savalligini ko'ngliga sig'dirish kerak. Bolaga buzilib qo'ygan ishlari uchun hadisli tanbehlar berishning qilcha foydasi yo'q. O'z savalliklarini tunayotgan ham uni tuzatayotgan bolaga eg'iz ochmaslikning o'zi eng yaxshi o'g'it nasihat. Savallik o'tkazib qo'ygan bolaning yuragi ota-onasining tanbeksizmi allaqachon puchilib ketgan bo'ldi. Shunga ota-onalar bolaning shu chog'dagi ko'nglini tushansam, bola savoqni tanbek olgandan yaxshiroq as tutadi. Ishqilib buningda bolani nomusga qo'ymaydigan usulni qo'llanish zarur. U ayolning gaplarini anglab to'xtamay boshlanishlarini ko'rib so'zimni davomlashtirdim.
Qizingizning doim bir narsani yutirib qo'yadigan ishiga kelsak, nurg'un qatim qattiq gap qilibsizlar, hatto jazolab beqibsizlar, ammo foydasi bo'lmabdi. Demak, qo'llangan usulinglar korga kelmabdi degan gap. Bal tarbiyasida ashundoq usulni yana qo'llanıversanglar, boladagi illatni tuzitish u yoqda tursin, hatto bolani yolg'on so'zlashga odatlantirib qo'ysizlar. Shunga bundan keyin boladagi undaq yetersizlikni tanqidiy tarbiya bilan emas, balki bolaga yordam berish usuli bilan tugutishga tirishib beqinglar. U ayol qoyillik bilan beshini langshitdi. Uningga mundaq bir ishni deb berdim. Bir qatim qizim shilapasini taksida unutib qopti. Yana bir qatim yengil ilib bergan chanini unutib qolg'il qil qopti. Shundan keyin uningga bundan keyin taksiga chiqadiganda nas keraklaringizni yondagi o'rindiqqa qo'ymay, qo'lingizda chang tutib o'tiring. Navoda qo'lingizda sumka bo'lsa, uni taksi eshigining yeniga qo'yib qo'ying. Shunday qilsangiz unutib qolmaysiz deb o'rgatib qo'ydik. Balaga pishganlikdan qanday saqlashni o'rgatish, tanbeh berganda yaxshi. Bala o'zidagi ba'zi bir kamchiliklarni rostilla tuzatolmadi deb qarayli. Navoda u kamchiliklar og'ir masalaga berib taqalmaslar, menimcha uni o'z rayiga qo'yib bergilik. Chunki baladagi savallikni tushunish va amal chora qilish bilan tugatgil bo'lmaydi. Undaqda uni tanbeh bilan tuzatmakdas. Yeni kelib birovning qadrini qildigan odam uning ba'zi bir yetersizliklarni zig'irlab ketmasimi bo'ladi. Bu doktor ayol qaraganda o'rganishga moyir ayolda qiladi. Shundaqla u men uchratganlar ichidagi ixlos bilan fikr qiladigan, o'z ustida o'ylanadigan ona edi. Shu qatimki suhbatdan keyin u menga bir qancha qatim telefon qildi. Aytishicha, u bolaning yuzini ayash usulini intayin muhim ekanligini tunib yetkazishga, xotin ish kelsa, hadislar bola bilan tirkashmay, bolaning ba'zi bir savalliklarini tugutish uchun nurg'un amallarni qilibdi. Bunun bilan u qiz bu burunqidek gap yasaydigan qiliqni tashlab, xali og'ir besiq bo'lib qopti. O'rganishni ilgirlabdi. U ayolning gaplaridan oila kayfiyatining yaxshilanib ketganligida bilinib turadi. Nurg'unlarimiz bolaning mijoz xulqidagi ba'zi nuqsonlarni bolaning o'z tilida ko'rishga odatlanib qolg'achqa, hadislar bolani ayiblaymiz. Ammo men o'zim va boshqalarning amaliyatidan bolalarning mijoz xulqidagi nuqsonlarning mohiyatda oila tarbiyasiga bog'liq bo'lganligini bayqadim. Шуң аталар балдагы нуқсанларны түзүшкә тәрәддүт кылганда, мәсьәленең нигезен алды белән өзенең бал тәрбиясендә кулланган усулдан издеш кирәк. Нуқсанның сәбәбе бүтүнләй балда булган тагдырдымы, аталарның кулланып аткан тәрбия усулын өзгәртиш юлы белән баланың өзгәришкә итәкләш мәҗбүрияте бар. Мәсьәләне муш нуктадан анализ кылмасаңыз, баланы өзгәртишнең юлын әбәди тапамайсыз. 2007 yılı 7 ayının 30 günü Beycan televiziyasının Tapşırıq ve Yalğan Gap namlıq programmasını gördüm. Programmada göstərilişçə bir qız ögünüşkə zat qızıqmağaşqa tapşırıq işləşdə hədislə bahanı göstərib ata-anasını aldaydı ekan. Ata-anası balını urub tillab baqqan bolsunmu, faydası bulmabdı. Şoň mutaxassislardan yordam tarap qıldıgan bu programmaga o qızın ata-anasımı qatnaşdırılıbdı. Әмма программа iştirakçılarının bayanlarından həlqə qızcaqның ata-anası qollanğan tərbiyə usulunun nabablығы səbəbdən ögünüşdən bezar bulub ketkeşkə, ata-anasının cəzasızdan qutulub qorqub yalğan sözləydigan bulub qalğanlığını his qilishqa bulatdı. Әмма програмma təklif qılınğan psixologiya mutaxassisi gunohini balağa qoyub, balağa aql farasat dialektikasini yo'g'on gaplar bilan o'rgatgan bo'ldi. Axırda qızның ata-anasıga ağzının uçidila "Sizlardimi astul savalliklar bor ekan" deb qo'yibla, ularni cho'nqur o'ylanib beqishga ogohlantirmadi. Anglamoqqa haliq mutaxassisning gapi to'g'rida qilg'ini bilan menimcha u bolaga hech narsa deb bermadi. Chunki cho'ng qoidalarni so'zlash hamma odamning qo'lidan chiqib keladi. Ammo mushtumdek bir bolaning har kuni zerikish topshiriqni qo'lga olgan hamon aql farosat haqidagi zakonlarni mulohaza qilish orqali uningdan topshiriq ishlashga madad bo'g'idek ilhomlarni ila olishi mumkinmi? Programның ахырда хелик qizchaq riyosatchining zo'ri bilan buningdan yag'an so'zlamay, topshiriqlarni obdan ishlaydiganligi haqida va'da bergan bo'ldi. Menimcha, u bolaning naq maydondagi jiddiy kayfiyat, cho'nglardan kelayotgan tahdid va ularning bolani o'zgartirgan deydigan orzu-istaklari vajdilla shundoq va'da berishga majbur bo'lganligi aniq edi. Ammo bolaning shu va'dani ixlos bilan berganligiga ishonaman. Shuning bilan birga Öy qaytib bağandan keyin Navoda aşı balını iskanchisiga elib turgan tarbiya muhiti o'zgarmasa, jumladan ota-onasining uningga tutilgan pozitsiyasi o'zgarmasa, balaning o'zgarmay ko'na sanamga dassa berdiganligiga ishonaman. Gapning postkallasini desam, u bechora bola programmada ixtiyorsizla yog'an gapning yo'g'indan birini chiqadi. Buni mundaq deb faraz qilishga bo'ladi.
U bola dastlabda topshiriqni yaxshi ishlamganligi sababidan ota-onasining ayblashiga uchragan bo'lg'achqa, oxiri yolg'on so'zlashga majbur bo'lgan. Halbuki, programmada uning bundan keyingi topshiriqlarni obdan ishlashi shartsiz talab qilingancha, u shunday qilaman deb va'da berishga majbur bo'ldi, degan gap. Bolalar ko'pincha o'zidagi va'daga vafo qilish iqtidorini to'g'ri dangsiyamaydi. Shunga odatda ular idroki va ishtiyoqi bilan emas, balki cho'nglarning besimi ostida va'da beradi. Bundaq chog'da cho'nglar bolaga har jihatdan kuyinish va uni har dal joyida yetaklashga sal qarasa, natijada bolalar gapi turmaydigan bo'lib qoladi. Chunki bolalar odatda nurg'un sabablar tufaylidan qilgan va'dasini to'liq ado qilishga qodir bo'lolmaydi. Bola lavzat turamagan chog'larda cho'nglar uningdan og'rinib, bolani gapi turmadi deb tanbeh berib, kamsitadi. Bola buning bilan o'zini past ko'radigan bo'lib qoldi va bora-bora ishonchisini, g'ururini yo'qotib, cho'nglarning talab va tarbiyalari va o'zining og'zidan chiqqan gapga parvo qilmaydigan, tanbeh va jazodan qo'rqib, hadisli gap yasaydigan bo'ldi. Muhimi o'rganishda chekinib, oxiri yolg'onchi va yuz qalinlardan bo'lib qoladi. Yolg'onchilik bilan yuzi qalinlik odatda bir-biriga munosabatli bo'ladi. Soxomlinskiy bu haqda mundaq degan edi. Nomussizlik qilish va'si turmaslikdan kelib chiqadi. Bolalar yolg'on gapni qilaversa bara-bara og'zidan chiqayotganlarning qaysisining rost, qaysisining yolg'on ekanligini o'zim anqirolmas bo'lib qoladi. Axloqiy jihatga tushkunlik dal mushundan boshlandi. Bola yolg'on so'zlashga kunib qolsa, shu yolg'onlarga xilma-xil baholarni topa oladi. To'liq o'tir maktab o'qiydigan bir bolaning onasi mundaq bir ishni deb bergan edi. Uning bolasi yenda yetkidek puli bo'lsa-mu, saboqdoshlarining oldida saxiylik qilib, o'zini mard ko'rsatish uchun hadisli yolg'on yovdoq gaplarni yasab, ota-onasidan pul oldi ekan. Gohida hatto ota-onasining tatmisidan pul o'g'irlaydi ekan. Bolaning dadasi buni bolaga zakisida singan osh ko'zlik deb tushunib, o'zining bu sho'rpeshanligidan zorlanibdi. Bu otaning hasrat nadomatini tushunishga bo'ladi. Ammo u bolasining bu holatiga xato hukm qilib, qandaqdir natijani sabab o'rniga dastib olgan. Menimcha u bola pulga amroq ochko'zligidan emas, balki o'sib yetilish davomidagi nurg'un ishlar uning axloqini buzib qo'yganlikdan, yolg'on gap bilan odam aldashdan hiyiqmaydigan bo'lib qolgan. Shunga ota-onalar boladagi savalliklarni tuzatishda bolaning yolg'onchiligini yakka hodisa deb qaramay, uning bosh oyoqi va yoshirin sabablarini inchik kuzatish lozim. Umuman bolalar to'g'ri rostchilik qiladiganligi uchun boshqalar ozdurib ketmaslar, hargizmi yolg'onchilik bilan o'zini qiynab yurmaydi.